O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim. Davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimlarimizga bog'liq ekanini hech kim hech qachon inkor qilolmaydi. Mehnatingiz bulog'idan yuksalmagan millat yo'q. Zahmatingiz orqasida ta'ma yoki minnat yo'q. Bir harfla qulf ochgaysiz, dilni bog'lab dillarga, dunyoning ming savobida harfingizcha himmat yo'q. G'ubori yo'q har yurakda yashnatgaysiz katta bog', ul ma'rifat bog'i ichra shaxtingizsiz g'ayrat yo'q. So'z mulkida Navoiydir, Yassavidir, Shayx Sa'diy, alarki sizga bosh ekkay qay satrida hayrat yo'q. Qarshingizda ta'zimdamiz, oftob jahon ustozlar. Yer yuzida siz qurgandek sohib qiron davlat yo'q.